videolar juda ham kam chiqyapti, lekin nima qilay do'stlar, maksimal harakat qilyapman vaqt topib video chiqarishga. Xo'p, bizda nima muammo bo'lyapti o'zi video olishga men nima xalaqit berayotganini videoda aytaman. Xo'p, bugun videoligimizda biz sizlar bilan Mirobin Nachmiz akkauntida mana shu Kylian Mbappeni xudo xohlasa full qilib 600 chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. YouTube'ga kam video chiqarsam ham, lekin Telegram kanalimda har kuni xabarlar tashlab turibman, har kuni aloqada bo'lib turibman. Ikkinchi Chempionlar Ligasi o'yinlari, har xil qiziqarli futbol o'yinlarini, tahlillarini ham shaxsan tahlil qilib chiqyapmiz Telegram kanalimda. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasi opsiyanida va kommentariyada bo'ladi. Xo'p, Kylian Mbappeni ko'rib turibmiz, reytingi super. Hozirgi paytdagi DLS'dagi eng kuchli futbolchi. Bundan kuchligi yo'q bo'lsa kerak. Endi sariq kartalilar bo'yicha, endi yashil kartalilar ham bor, pushti kartalilar ham bor, har xil kuchli, lekin sariq kartalilarning ichida eng kuchlisi men uchun shaxsan Kylian Mbappe. Ko'rib turibsizlar, udarlari zo'r, tezlik gap yo'q. Kontrol o'rtacha, pas berish o'rtachadan sal pastroq, chidamligi darajasi o'rtacha, sila biroz kamroq, atbor juda ham kam. Lekin shunga qaramay juda ham zo'r o'ynaydi. Hozir biz bundan maksimal darajada yaxshiroq furuq qilishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda mana bu yerda nastroykada ovozlarni biroz normaga keltirib olamiz. Hop, mana shunday qilamiz. Ana endi boshladik. Ana bismillahirrohmanirrohim. Shu akkauntga kirmay tursa-da. Qani go. Boshidan DLS'ga anchadan beri kirmaganimga esimdan chiqib qopti va birinchisidan prorif beryapti. Yaxshi, 96 bo'lyapti. Tezligi shu tepasidan 300 chiqarib turib tezda, keyin sirazi pasiga beramiz. Hop. Hozirgina uni yaqin qo'ygan bo'lsa kerak. Yo'q, ovozlar normada. Hop, yaxshi ketyapti, yomon emas. Qani oxirigacha mana shunday ketsin va chidamlilik darajasiga yana tushyapti. Yaxshi. Обычный trener shu silaga tushmay turaversin. Silasi bir 80 bo'lsa yaxshi. Undan o'tib ketmasin. Shu bekor sila deb gapirdik-da. Silasiga tushishni boshlaydi. Yo'q, yaxshi, yomon emas. 87 bo'ldi Mbappe. To'g'ri, hozir Mbappe biroz omadsiz mavsum o'tkazyapti Realda. Kuboklarsiz, kubok yuta olmayapti kelgandan beri. Biroz omadsiz bo'lyapti, lekin shunga qaramay La Ligada to'p urar. Xullas, vaziyat yaratilsa gol uradigan futbolchilardan biri hisoblanadi. Xo'p, men sizlarga videoga olishda menda nima muammo bo'layotganini aytmoqchi edim. Xo'p, video olishda muammo yo'q. Videoni yarim soat ichida olib qo'yaman. Ideya tuzishga ham umuman muammo yo'q. Muammo nimada desanglar, videoni ustiga obloshka yasashda. Juda ham qiynalaman o'zim shaxsan. Obloshkani o'ziga 1 soat, yarim soat vaqtim ketib qoladi. Va shuning uchun ham videolar kamayib ketyapti. Videolar bor. Bundan oldin ham masalan Mbappeni full qilishimdan oldin yana 3-4 marta futbolchilarni full qilganman, lekin ustiga obloshka yasolmaganim uchun videoni chiqarmaganman do'stlar. Shunaqa video qolib ketib qolgan, eskirgan, uni qo'yishdan uje maqsad, ma'no yo'q. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, yaxshi dizaynerlar bo'lsa, bemalol meni lichkamga yozinglar. Mana shu DLS'ni tushunadigan dizayner bo'lsin. Men masalan 3-4 ta dizaynerlar bilan ishladim. Ko'pchiligi DLS'ni tushunmaganligi uchun yaxshi ishlolmadik. Men nima demoqchiman? DLS'ni tushunadigan, DLS'dan xabari bor. Xullas, men tushuntirgan paytda yaxshi tushunib yasa beradigan odam kerak-da do'stlar. Chunki ba'zilarga tushuntiraman, DLS'ni yaxshi tushunmagani uchun men xohlagan narsani yasab bera olmaydi. Shuning uchun iloji bo'lsa DLS'ni tushunadigan dizaynerlardan bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xohlasa kelishib yaxshi bir videolarga obloshkalar yasab berardinglar. Xo'p, bizda Mbappeni silasiga 3-4 ta tushdi, endi chiqisi yo'q, tushadi endi tepasida bo'lgandan keyin. Bor bo'lgandan keyin tushadi-da, to'g'rimi do'stlar? Xo'p, tepasidan hali ham bitta ham yuz chiqmadi, tezlikka tushmay qo'ydi va silaga yana tushyapti. Mbappe yomon ketmayapti, yaxshi. Yana silaga tushdimi? Yo'q, va bizda birinchi 100 chiqyapti.
Ana shu agar yaxshi dizayner topib ishlaydigan bo'lsak birga, xudo xohlasa videoroliklar ancha ko'payadi. Chunki videorolikni olaman, dizaynerga yozib qo'yaman. Men bu yoqda boshqa ishlarim qilib turguncha dizayner tayyor videoga bo'lishgan esa beradi. Videoni o'sha kunning o'zidayoq sirasi yuklayman. Afsuski, nima desa bo'ladi? Yaxshi dizayner chiqmayapti. Menga yaxshi sof endi prям moshniy qilib yasash shart emas. Men xohlaganday oddiyroq qilib yasab bersa ham men mingdan ming roziman. Xolos, mana shunaqa gaplar. Mana video olishda nima muammo bo'lyapti menda. Xo'p. Mbappe biroz sekin kuchayapti. Ancha sekinlab qoldi, chunki bittalik kuchaytirgich bilan kuchaytiryapmiz buni. Sivasiga bir 6 tami, 7 tami tushdi. Adashmasam, yaxshi ketyapti mana. Asabim buzilmayapti. Odatda futbolchilarni kuchaytirsam meni nervim chiqib ketib qolardi. Nimaga? Ko'p men xohlamagan narsaga tushib ketardi. O'sha narsadan men nervim chiqardi, asabim buzilardi. Hozir bo'lsa bitta tushyapti. Endi ora-orada tushsa, odamda jahli chiqmasa ham. Oldingi videolarimda esinglarda bo'lsa, padriyat tushardi-da shu narsa. Xo'p, video olayotganda shu akkauntga kirmay tursa-da iloji bo'lsa, nima qilar ekan akkauntga kirib? Xo'p, obunachimiz akkauntga adashib kirib oryapti menimcha. Xo'p. Bu naslivost 95 bo'lyapti. Xo'p. Bizda 600 chiqish holati odatiy hol bo'lib oldin sizlarda bo'lsa birorta futbolchidan 600 olgan bo'lsa, wow, bo'lib ketardi. Xullas, вообще akkauntni go'zal qilib turardi. Hozir 600 chiqqanmi? 600 odatiy hol. Shunaqa bo'lib qoldi do'stlar. 600 shuncha odatiy hol bo'lib qoldi. Shuning DLC'da yangilanish kiritish kerak. Kuchaytirish. Masalan, men bir ajoyib fikrim bor. Mana shu futbolchilarni kuchaytirishga qasanglar, birorta futbolchini full qildinglar. Endi neto'g'ri full bo'ldi. Nechtadir olmosga futbolchini yana o'yin holatiga qaytarish. Ya'ni full bo'lmagan holatiga qaytarishni qo'shgan bo'lardim. Bu zo'r narsa bo'ladi. Masalan, siz bir futbolchini oldingiz, Mbappeni oldingizda, juda ham rasvo tarzda full qildingiz. Masalan, 100 ta olmosga Mbappeni nima desa bo'ladi? O'sha full bo'lmagan variantga qaytarishni taklif qilgan. Agar shu narsani olib kirsak, dilsa agar shu narsa bo'yicha ishlasa, xudo xohlasa dilsi yana ham ommalashadi va ko'pchilikning akkauntida ideal tarzda full bo'lgan bo'lardi. Men masalan mana shu narsa qo'shgan bo'lardim va Mbappe-jondan, toshbaqamizdan tepasidan 300 chiqardik, 90 holatda bo'lib turibdi. Yana 6 ta anisi bor. Xullas, to'rttalik kuchaytirish bilan biz to'rttali reytingga oshishi bilan 300 chiqarib oldik. Endi 600 ga harakat qilamiz. Atborga biroz kamroq tushib, asabim buzmasa, videorolikni chiroyli yakunlaymiz. Qani ketdik. Endi bu yoqqa texnikaga beramiz. Xo'p, boshlanishi bilan atborga tushyapti. Malades. O'ynanib ketdik. Qani mayli chiqsa yo'q. Qani kontrol. Hop. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu narsani qo'shsa yaxshimi? Ya'ni aytaylik 99 to'g'rimi bilasizlar? Ko'pchilikning akkauntida bor Messi 99. Ba'zilar mana shu Messi 99 ni yaxshi qila olmagan. O'zi odatda Messi 99 juda ham ajoyib pul bo'ladi. Lekin mana shu holatda ham g'alaba qilib qo'yganlar bo'lsa, nechtadir olmosga Messini o'ziga, ya'ni 89 ga qaytarishni, nechtadir olmosga qaytarishni qo'shgan bo'lardi. Ana shunda dirisi yana ham qo'shgan bo'lardi. Juda ham zo'r bo'lardi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysizlar? Qo'shilasizlarmi meni fikrimga? Shunaqa narsani men qo'shgan bo'lardim. Dirisi 27, balkim dirisi 28. Balkim dilasi 30 larda bu narsa qo'shilib qolar. Umid qilamiz. Xo'p. Yomon emas, zo'r kuchayapti Mbappe. Men o'zim shaxsan maza qilyapman. Bor-u Mbappeni kuchaytirib 7 ta 100 chiqar bo'lmaydi endi menimcha, to'g'rimi? Atborga bitta xolosmi? Endi Atborga mas'uliyat premyerni 35 lar bo'lib ketsa kerak. Bular pastidan ham 300 chiqquncha 7 ta 100 ga ham harakat qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam plus 11 kuchaytirishga ham harakat qilsa bo'ladi. Chunki Mbappe o'zini maksimal reytingida hozir bundan tepasiga chiqa olmasa kerak. Bundan tepasiga chiqsa o'sha 87 bo'lib qoladi. Dilisida 87 reytingli sariq futbolchi chiqishi
emas. Endi qachondir chiqar bilmadim. Xo'p, Atburga boshmayapti, juda ham qat'iy tarzda kuchaytirib. Juda ham zo'r. Men maza qilaman shu. Anchadan beri yuribman. O'zi bitta ko'pchilik dalachilar bor. Ko'pchilikning ishlari ko'p bo'ladi. Dilsiga video kam chiqadi. Xudo xohlasa men chiqarmoqchi